Mana 2025-yil ham tugab kelmoqda. 2025-yil biz uchun juda omadli va natijali yil bo'lib keldi. Tumanimiz, shogirdlarimiz ko'plab arenalarda o'z kuchini ko'rsatdi va yil hisobiga qarab oladigan bo'lsak, общий Qoraqalpog'iston chempionati va Qoraqalpog'iston kubogi, O'zbekiston chempionati, O'zbekiston kuboklarida tumanimizda sportchilar, qo'l jangi sportchilari 65 ta medalni qo'lga kiritishdi. Shulardan 25 tasi oltin, 20 tasi kumush, 20 tasi bronza medallarni qo'lga kiritishdilar. Bu 2025-yilda biz eng quvonchli xabarlardan bittasi, eng quvonchli nimamiz, Hajibay Fighting sport klubini Beruniy tumanida ochdik va qo'l jangi sport turini prezidentimizning 2022-yilda qo'l jangi bo'yicha qarorini inobatga olib va shu qo'l jangi sportini yanada tumanimizda kengaytirdik. Qo'l jangi sport turi boshqa sport turlaridan farqi juda ko'p bo'lib, bolalarimiz uchun juda foydali. Xudo xolasa, mana kirib kelayotgan 2026-yil bizga bir omadli, bir natijali yil bo'lib kelishini tilab qolamiz va hammamizga, sportchilarimizga omad tilaymiz. Xudo xolasa, biz 2026-yilda oldimizda turgan Qoraqalpog'iston chempionati, Qoraqalpog'iston kubogi, O'zbekiston chempionati, O'zbekiston kubogi, jahon chempionatlarida qatnashish uchun biz hozirdan tayyorgarlikni ko'rganmiz. Mana shu kirib kelayotgan 2026-yil hammamizga omadli va baxtli va tinch yil bo'lib kelishini tilab qolaman va hammamizni, xalqimizni chin yurakdan 2026-yil yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Beruniyning ichindagi ne gap so'z bo'lsa, hammasi shu yerda bo'ladi. Podpiska knopkasini bosib qo'ying.